bo'lib qolgan. Ha endi xotinimiz sizlar gapiraman. Mana kosonda qanaqa kosonda ayollar nima deydi xo'jayinlar? Siz deydimi, sen deydimi? Sen deydimi? Sen deydimi? Ha siz deydimi? Ha bo'ldi tushundim. Ish tushgan paytda siz deydi, boshqa payt sen deydi. Ha endi xotinimiz siz deb gapiraman, bir kun aytdim onasi dedim. Ha deb sizlar gapirsam begaraga o'xshab qolyapsiz. 4 ta farzandimiz bor. Siz degandan sen degan ko'ngilga yaqin bo'lar ekan. Maylimi sen sirab gapirsam, desam xotinim o'zing bilasan deydi. 1-aprel kuni er xotiniga hazil qilmoqchi bo'ldi. Xotinlar hazilga usta-yu. Er o'zicha 1-aprel haligi hamma bir-birini aldaydi-yu. Xotin, men senga xiyonat qilganman. Siz xotining ham men ham sizga xiyonat qilganman. Akamiz ham "Voy jinni. Bu 1-aprel edi." Siz xotini meniki 16-may edidirmish. Bizlar ayollarimizga ko'z tegmasin. Mana Yevropada, Amerikada ham shunaqa. Voy, xotinini ursa, xotini erini politsiyaga berib ekan. Politsiya olib borib erini qarab qo'yar ekan. Voy, bizlarning ayollarga rahmat. Agar bizda ham shunaqa bo'lganda bor-ku, mana shu erkaklar hammasi qamalib ketgan bo'lardi. O'zim ham 5-6 marta o'tib chiqqan bo'lardi. Biz ayollar shikoyat qilmaydi, er xotin urishi, do'konobal qurish deb ketadi.